Salom o'rtoqlar, Ustilekom abonentlari uchun yangilik bor. Endi faqat Huawei Wi-Fi routerlar emas, keyingi Alqastor va Vortex Wi-Fi 6 routerlarini abonentlariga qo'yib borishyapti. Wi-Fi 6 routerlar bilasizlar, ancha tezlikli edi. Huawei routerlar eski texnologiyada qolib ketgan edi. 2.4 GHz ishlardi. 100 megabitgacha skorost berardi Wi-Fi orqali, faqat sim orqali 100 megabitdan oshiq skorost olsanglar bo'lardi. Endi bemalol Ustilekom abonentlari ham qo'shimcha Wi-Fi routerlarni qo'ymasdan Ustilekom o'zini routerida 100 megabitdan oshiq tezlikni telefon orqali olsa bo'ladi. Bu o'sha Wi-Fi 6 Vortex yoki Alqastor Wi-Fi routerlarini qo'ysanglar, sizlarda ham xuddi shunaqa tezlik ko'tariladi. Agar sizlar hali ham Huawei routerni ishlatayotgan bo'lsanglar, Ustilekom filiallariga borib o'sha yangi chiqqan Wi-Fi routerni sotib olsanglar bo'ladi. Yoki bozorlarda ham bor. Bozorlarda 550 milla atrofida, uzun marketlarda shunaqa 550 millaga atrofida ko'rdim. Bitta Ustilekom abonentiga ham o'rnatib berdim. Ustilekom anaqa eski routerlar bo'lsa, yangi Wi-Fi routerga almashtirib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Mana tezligini mana shunaqa 360 bo'ladi, undan ham oshadi. Tarifinglarga qarab Wi-Fi 6 router. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar Wi-Fi uslubi bilan. Huawei routerda 60, 50, 40 megabitlar atrofida beryapti. Endi yangi Wi-Fi routerda ko'rasizlar, hozir men sizlarga videolarini qo'yaman. 800 megabit, 500 megabit beryapti. Tezlik juda ham yaxshi ko'tarilgan, sezilarli darajada. Sizlar ham o'zingizlar o'rnatib olsanglar bo'ladi. Men sizlarga nastroykalarni qilishni aytib ketaman. Agar aloqa ustuni olsanglar, IP adresi orqali kirasizlar, Wi-Fi ga ulanib 192 168 11 IP adresi orqali kirasizlar va email pользователь bilan parol degan joyga admin va aloqa ustuni yozasizlar va nastroykasini qilsanglar bo'ladi. Agar Vortex bo'lsa, Vortexda ham xuddi shunaqa 192 168 11 IP adresi orqali kirasizlar va email pользователь admin degan joyiga men bu yoqqa qo'yib ketaman. Uniki sal boshqacharoq. Router orqasiga yozib qo'ygan user qilib kirsanglar, sizlar nastroyka qila olmaysizlar. Unda VLAN ID yozadigan joylari chiqmaydi. Sizlar eski Huawei Wi-Fi routerni ichiga kirasizlar. 192 168 101 qilib Telekom admin Telekom qilasizlar yoki teskarisi. Va shu orqali kirganda men screenshot qo'yib qo'yaman. O'sha bo'limiga o'tsanglar, sizlar eski Wi-Fi routerlarda qanaqa nastroyka qilganini ko'rib olasizlar. Va o'sha VLAN ID degan joyi bor, o'shanisini ko'rib olsanglar, yana kerakli joylar bor. Login, parol qo'yadigan joylar bor. O'shalarning hammasini ko'rib olsanglar, yangi Wi-Fi routerga kirib turib, o'sha narsalarni yozib chiqasizlar. Va yana eng muhim tarafi, o'sha Huawei routerni orqa tarafda serial nomeri bo'ladi.